Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Zo'r TV taqdim etadi. Ispaniya La Ligasi 35-tur. El Clasico Barcelona Real Madrid. Chempionat yakunida chempionlik masalasini hal qiluvchi to'qnashuv. Montjuic ajoyib atmosferani yuzaga keltirgan. Barcelona muxlislari stadionni to'ldirib Montjuicdagi rekordni qayd etishibdi. Kunduzgi Clasico Ispaniyada 16:15 da, O'zbekistonda 19:15 da. Buning uchun rahmat deymiz La Liga tashkilotchilariga. Nihoyat tungi soat 1 da emas va ikkita murabbiy maksimal hurmat ko'rsatishyapti. Ekran qarshisida o'tirgan Barselona va Real muxlislari ham o'rnak olishsa arziydi. Eng javobgar shaxslar bugun bir-birini bag'riga bosib omad tilashyapti. Biz ham shu ishni qilishimiz kerak. Qaysi tarafda bo'lsangiz ham. Chunki futbol asosiy g'oyalaridan biri o'zaro hurmat. Qanday natija qayd etilsa ham va jarayon qanday kechishidan qat'iy nazar. Jarayon esa yonadi. Jarayon yonadi. Hansi Flick mavsumning eng zo'r murabbiylardan biri shubhasiz. Ispaniya Superkubogi, Ispaniya Kubogi qo'lga kiritib bo'lindi. Oldinda Ispaniya Chempionligi. Sardorlar Frenkie de Jong hamda Lucas Vazquez. Vazquez uchun oxirgi Klasiko. Ketadi u jamoa. Shunday ishonchli insaytlar. Yangragan bitta era, bitta davr tugayapti Madridda. Va uchrashuvning eng muhim shaxslaridan biri ham yirik plan namoyish etildi. Bu esa yana bir muhim shaxs Martínez Munuera VAR hakam. Unga ham ko'p narsa bog'liq. Alejandro Hernandez uchrashuv bosh referisi. Umid qilamizki, ular bugun qahramonlik ko'rsatishmaydi, to'g'ri ma'noda ham qo'shtirnoq ichida. O'zi oxirgi paytlarda hakamlar bilan bog'liq mojarolar ko'payib ketdi. Shu mavzu ko'p chaynaldi, ochig'ini aytganda. To'xtatish vaqti keldi. Kelinglar futbol haqida gaplashamiz. Uning atrofidagi ishlar haqida emas. Bu Pedri. U oyning eng yaxshi futbolchisi. U dunyoning eng kuchli markaziy yarim himoyachilardan biri. Hatto Toni Kroos ham e'tirof etdi. Bu esa Edgar Davids bo'lishi kerak. Men Edgar Davids deb o'ylayapman. Lekin men ko'rgan Davidsga nisbatan yoshi ulg'ayib, sal tashqi ko'rinishi o'zgaribdi. Qaribdi desam qo'polroq eshitiladi. Mana o'sha Montjuic. Bu bilasiz, Barselonaning zaxira stadioni desak mubolag'a bo'lmaydi. Olimpiya stadioni asosiy Camp Nou, Nuevo Camp Nou ga aylanyapti. Ta'mirdan chiqarilmoqda, zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Anchadan beri ta'mirlanmayotgandi va ungacha Barselona shu stadionda uchrashuvlarni o'tkazyapti. Hamma narsa tayyor. Ketdi start. O'yinni Madrid boshlab bermoqda. Tarkiblarni esa mezbonlardan boshlaymiz. Barselona darvozada, Wojciech Szczesny darvozada. Endi bu joyda sal bahslar bo'ldi. Ter Stegen balki formani tiklab olgandir. Yo'q, Szczesny tugatadi. Szczesny tugatishga haqli bu mavsum. To'g'ri yondashuv. Birinchi to'qnashuvga ham guvoh bo'ldik mana 23-sekundda. Fede ancha keskin o'ynadi. Olmoga nisbatan hakam foul qayd etmoqda. Ruxsat berdi. Tarkibni to'xtatamiz. Hali boshlashga ham ulgurmadik. Barselona standart ishlab olmoqda. Courtois nigohini Olmoga qaratgan. U tepmadi. Rafinha uzatdi. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Markaziy himoyachilar 5-raqamda Inigo Martinez, 2-Pau Kubarsi. O'ng qanotda 24-raqamda Eric Garcia, chap qanotda 35-raqamda Gerard Martin. Tayanch zonasi 21 Frenkie de Jong. 8-chi Pedri, 20-chi hujumchilar ortida Dani Olmo. Nega de Jongga urg'u berdim? Reportaj davomida buni
ochiqlab o'taman. Hujum chizig'i Lamine Yamal 19-raqamda, o'ng qanotda, chap qanotda esa 11-raqamda Rafinha, Ferran Torres 7-raqamda hujumda. Lewandowski bu safar ham zaxirada qoldirildi. Gerard Martin Baldening o'rnida, Balde tuzaldi, biroq hali formasini tiklab olmadi. Xuddi Robert Lewandowski singari Hansi Flick o'z futbolchilari salomatligi bilan o'ynashkisi kelmayapti. Chempionlar Ligasida ham, La Ligada. Real yaqin masofada paslar beryapti, xavfli paslar. Buni tushungan Courtois outga tepib yubordi. Atayin emas, to'p oyog'iga yaxshi tushmadi. Quyosh nurlari ko'ziga tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham to'p oyog'iga tushmadi. Barselona endi ko'k anor rangli formada desam hayron bo'lasiz albatta, nima biz bilmaymizmi deb. Lekin bitta narsani inobatga oling, El Clasico'ni futbolga uncha qiziqmaydigan, sal qiziqadigan, umuman ko'rmaydigan, endi ko'raymikin deyotgan tomoshabinlar ham kuzatib borishadi. Ularni qiziqtirib qo'yish va joyi kelganda o'sha ABCD qilib tushuntirish kerak boshidan. Xo'p, Real tarkibiga keldik. Thibaut Courtois 1-raqamda darvozada. Markaziy himoyada bugun Aurelien Tchouameni 14-raqamda majbur o'ynashga. Himoyada hozir esa Mbappe aldadi. To'qnashuv, penalti. 3-daqiqadayoq Wojciech Szczesny Kylian Mbappe bilan to'qnashib ketyapti. Sariq kartochka ko'rsatishga tayyor Hernandez. Biz esa takroriy lavhani tomosha qilamiz. Bu yerda himoyada xato kuzatildi. Offside. Hozir penalti bekor qilinadi. O'yindan tashqari holat. Yana bitta faktor bo'lishi mumkin. Bu yerda to'p dastlab Kubarsiga kelib, ana undan keyin Mbappega kelib tushyapti. Ana bu holatda penalti bekor qilinmasligi mumkin. Endi bu yog'ini hozir professionallar hal qilsin. VAR hamda AVAR assistenti bilan maslahat qiladi. Bosh hakamga ko'rsatma beradi. Hammasi ko'rib chiqiladi, qoidasi bo'yicha hal qilinadi. Murakkabligi shundaki, to'p himoyachining oyog'idan Mbappega tushadi. Agarda to'g'ri o'sha pas Mbappening oyog'iga kelib tushganda 100% ofsayd bo'lardi. Lekin bu yerda bitta kriteriyasi bor. Biz vaziyatdan foydalanib tarkibni tugatib qo'yamiz toki maydondagi bahs davom etayotgan ekan. Demak, Tchouameni bilan juftlikda 35-raqamda Raul Asensio, o'zi boshqa variant yo'q, boshqa himoyachi yo'q. Bu darajada o'ynay oladigan. O'ng qanotda 17-raqamda Lucas Vazquez, chap qanotda Fran Garcia 20-raqamda harakat qiladi. Tayanch zonasida hushtak yangrab, penalti tasdiqlandi menimcha. Chunki nuqtani ko'rsatdi referi, qo'lini agar baland ko'targanda ofsayd degan bo'ladi. O'sha faktor mana rol o'ynadi. Mbappe garchi ofsaydda bo'lsa ham Barselona himoyachisining oyog'iga tegib to'p Mbappega kelib tushdi, ofsayd yo'qqa chiqdi. Ya'ni raqib futbolchisidan borib tushdi, ofsayd yo'q. Penalti. To'p oldida Mbappe agar gol ursa Lewandowski bilan gollari sonini tenglashtirib oladi. Zarba pastki burchakka Real Madrid 5-daqiqada hisobda oldinga chiqib olmoqda va 25-gol fransiyalik forvardda Lewandowskiga yetib oldi. Yarim yildan keyin, birinchi davradan keyin Mbappe to'purlar bahsida Lewandowskiga yetib olishini kutganmidingiz? Yo'q albatta. Ikkinchi davrada o'z rejimini yoqib oldi Mbappe. Szczesny yo'nalishni topdi, to'pni qaytara olmadi. Endi bu yerda Szczesny albatta kechikdi, kontakt bor. Menimcha bu masalada savol yo'q. Boyagi masalani esa o'sha boya aytganimdek hakamlar ma'lum kriteriyalar asosida hal qilishdi. Yana bitta nuqta, hattoki qo'llari uchi bilan to'p yo'nalishini o'zgartiribdi ham polshalik darvozabon. Ota-o'g'il Ancelottilar, Carlo va Davide. Ancelottilar alohida mavzu. Pauzalar bo'lsa to'xtalamiz. Hozir o'yin harorati oshmoqda. Hali Real tarkibini tugatishga ulgurmadi.
tayanch zonasi Dani Ceballos 19, Fede Valverde 8, Jude Bellingham hujumchilar ortida 5-raqamda. O'ng qanot hujumida bugun Rodrigo emas, mana shu joyda qiziq yurish. Arda Güler 15-raqamda o'ng qanot harakat qiladi, ya'ni hujum o'ng qanotida. Balki markazga ham yo'l olishi mumkin. Ba'zi bir skemalarda u 4.5 himoyachidan biri sifatida qayd etilgan va 2 hujumchi olgan. Ya'ni 9-raqamda Kylian Mbappe hamda 7-raqamda Vinicius. Kubarsiyada Kylian Mbappe'ga to'pni to'g'rilab bergan va endi bu Kubarsining xatosi deyiladi. Chunki Shesnida boshqa variant yo'q edi. U to'pni qaytarishga intildi, ulgurmadi. O'ng qanotdan Real yo'q, hujum tashkil eta olmaydi. Aksincha Barselona to'pni egallab olmoqda. Gerard Martin, Inigo Martinez, Frenkie de Jong. O'yin oldin headlinerlar ko'p bo'ldi, asosiy familiya Ancelotti. Chunki oxirgi klassiko ketyapti Madriddan. To'g'ri, hali rasman e'lon qilmadi, lekin hamma insiderlar chiqarib bo'ldi bu ma'lumotni. Qayerga borishi ham ma'lum, o'rniga kim kelishi ham ma'lum. Xullas, hammasi kelishib bo'lingan. Orada sal fake xabarlar chiqdi, go'yoki Florentino Perez unga shart qo'ygan, pul to'lamoqchi emas. Hozir Barselonaning hujumini tomosha qilamiz. Eric Garcia ichkarida qidiryapti. Uzatmamidi, bu zarbamidi? Darvozaga qarab ketayotgan edi to'p. Thibaut birinchi seyvni ijro etmoqda. Eric Garcia Inter darvozasiga gol urdi, lekin yana bitta super golli vaziyatdan foydalana olmadi. U yerda albatta Zommerning mahoratini e'tirof etish kerak. Va Yamal ishga kirishdi yuqoridan. Bu ayyoroni uzatmaydi. O'ng oyoqda ijro pan berdi, ammo lekin hozirgi kunda Lamine Yamal Barselonaning eng tashabbuskor futbolchisi deb bemalol aytishimiz mumkin. Yo'q joydan gollar urib ketyapti, yo'q joydan assistlar. Himoyachilar nechtaligi farq qilmayapti. Real Madrid muxlislariga salom yo'l. Mbappe yirik planda maxsus kamera ishlayapti. Fran Garcia va Pau Kubarsi. Braziliya terma jamoasiga yo'l olmoqchi Ancelotti. 1 yillik shartnomasi bor, u ortiqcha pul so'ramayapti. O'sha o'ziga belgilangan kompensatsiyani oladi. Perez to'lab beradi. Chiroyli xayrlashmoqchi. Chiroyli xayrlashishga munosib Carlo Ancelotti kelib bu murabbiyni endi xafa qiladimi? U Real tarixidagi eng zo'r murabbiy, shubhasiz. O'rniga esa Xabi Alonso keladi. Real Madrid tarkibida o'ynagan afsona Bayer Leverkusenni Germaniya chempioni qildi va Bayer bilan xayrlashishga ham ulgurdi, faqat mavsumni tugatib qo'yadi. Gerard qoida buzildi, yana bitta standart boyigidan sal uzoqroqda, ammo lekin uzatma ijro etish uchun qulay nuqta. Lucas Vazquez bu ko'pincha Realning bo'sh nuqtasi hisoblanadi. Qachonki u qanot himoyasida o'ynasa, va kutilmaganda Barselona futbolchilar xatoga yo'l qo'yishdi. Mbappe boshni ko'tardi, narigi tomonda Vinicius ochilayotganda Mbappe ikkita himoyachini aldadi, uchinchisi Frenkie de Jong himoyachi bo'lmasa ham, lekin u mana shu zonani, pastki zonani o'z nazoratiga olgan Barselonaning liderlaridan biri shubhasiz. Olmo! Ferranga yetib olyapti tezlikda. Qolishmadi, bu Fedemidi? Katta ehtimol bilan bu yerda Jude. Oxirgi to'pning maydon tashqarisiga chiqarilib yuborilishiga sababchi esa menimcha Valverde. 44% uzatmalar mana shu darvozabon zonasiga qaratilgan. Barselonada asosan standartlarni Olmo ijro etyapti. Bu safar ham shunday. Kim birinchi? Ceballos. Nima uzatma bu? Shunchaki outga
Urishib beryapti Karlo. Bunday o'yinlarda har bitta to'p muhim, har bitta teginish ahamiyat kasb etadi, har bitta xato jiddiy oqibatlarga olib keladi. Mana boya Kubarsining xatosi penaltiga olib keldi. Agar o'sha to'pga tegmaganda ham ofsayd bo'lardi-da, misol uchun. Hatto Mbappe yetib olganda ham. Sun'iy ofsayd qopqoni ishladi, ammo himoyachi xato qildi. Barselona ancha murakkab uchrashuvlarda kambeklarni amalga oshiryapti oxirgi paytlarda. Shuning uchun xotirjam, shuning uchun bir sarosimaga tushayotgani yo'q. Qanday A reja bilan o'ynagan bo'lsa, shunday davom etyapti. Pedri to'p bilan yonida Kubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri chapga, Gerard yaxshi pas edi. Agar ofsayd bo'lmasa, Dani Olmo to'pga teginmadi ham. Balki tegingan bo'lsa ham unchalik yo'nalishni o'zgartirmadi. Ferran ochilayotgandi. Balki ustidan sakrab o'tib ketish kerakmidi? Ha, ofsayd bor edi bu yerda. Tekkan taqdirda ham gol inobatga olinmasdi. Temp yuqori. Barselona tiklanib olgan. Inter bilan uchrashuvdan keyin birinchidan jismonan, menimcha ruhan ham tiklangan, chunki bu yerda maqsad bor. Bu o'yin maqsadli o'yin. Mbappe ichkaridan yugurib chiqdi, to'pni qabul qildi. Negadir Barselona himoyachilari to'xtab qolishdi. Mana bu yerda esa xato. Vinicius, Pedri undan to'pni olib qo'ydi, qoida buzyapti. Vini Barselona bu mavsum Yevropada eng kuchli o'yin namoyish etayotgan jamoalardan biri, lekin tan olish kerak, ko'p gol o'tkazyapti. Interdan chiqib ketishiga ham aynan himoyadagi xatolar sabab bo'ldi. Mana ishga kirishdi Yamal. Kutib olishdi uni keskin, ammo hakam vaziyatga yaqin turganligi sababli indamadi. Mana bu yerda esa Mbappe oldinga qarab chiqyapti. Zarba 2-0 mi yoki ofsaydmi? Hozircha ofsayd emas. 2-0. Viniciusning super uzatmasi. Mbappe birga bir qochib ketyapti va yaqinlashmasdan turib Shesni darvozasiga to'pni yo'llayapti. Nima bo'layapti Barselona himoyasiga? Va mana bu epizod uchun hakamga e'tirozlar. Mana nima deysiz? Oyoq bilan kontakt bo'lmadi, qo'lini ishlatdi. Fede shu masala ko'rib chiqilishi mumkin, lekin mana bu yerda soyadan qarayapman, bir chiziqda turibdi ikkalasi. Kubarsi yana raqib futbolchisini qochirib yuboryapti. Trivelacha bilan pas. Endi Mbappe mana bunday vaziyatlarda odatda adashmaydi. Katta o'yinlarni yaxshi ko'radi Kilian. Katta o'yinlarda katta sahnaga chiqadi va hozir rasman gollari sonini 26 taga yetkazib, to'pronlar bahsida yakka peshqadamga aylanib olyapti. O'rnidan turayotgani yo'q. Yamal oyog'ini ushlab yotibdi. Yana bitta ko'rsatchisi bo'lardi. Agar oyog'iga tepgan bo'lishsa, unda mana oyoqqa qaraymiz. Oyoqqa qaraymiz. Oyoqqa. Yo'q, oyoq bilan kontakt yo'q. Qo'l bilan Fede qo'lini ozroq ishlatdi, ammo lekin oyoqqa tepish holatini takroriy lavha, men bilmadim. Yana har xil rakursdan ko'rish kerak, chunki rakurslar ham aldab qo'yadi odatda. Gol o'z kuchida qolmoqda. 2-0. Real Madrid 15 daqiqada 2 ta gol urishga ulgurdi. Tabiiyki Realda motivatsiya yuqori darajada, 4 ochko farq. Turnir jadvaliga qaramadik ham hali. Mana 26 ta gol, 19 tasi oyoqda, bosh bilan umuman urmagan. 7 ta penalti shulardan.
26 tasi oyoqda deb yozsa ham bo'ladi. Shundan 7 tasi penalti. 2 ta zarba, 2 ta gol Realning bu uchrashuvdagi statistikasi. To'rt ochko farq, bundan keyin 3 ta o'yin qoladi. Oddiyroq qilib tushuntirganda 79 ta Barsada, 75 ta Realda. Agar onlayn jadvalga qarasak, hozir Realda 78 taga yetadi, 1 ochko qoladi, 3 ta o'yin. Baribir Barsaning qo'lida bo'ladi vaziyat. 3 ta o'yinda yutsa bo'ldi. Madridga qarab o'tirmaydi. Barsa hujumda, ichkariga uzatma. Chouameni to'pni qaytardi. Yamaldan zarba va Courtoisning seyvi. Yamal boshladi. Ha do'stlar. Va Ferran Torres oyog'ini cho'zdi hamki yetib bormadi. Bitta ko'raylik mana bu zarbani. To'p yuqoriga chiqib, pastga sho'ng'igan holatida Courtois lekin nuqtasini topdi. Mana shu joyda darvozabon qutqardi deyishimiz mumkin. Barselona o'z hisobiga aniq zarba yozib qo'ydi. Hozir esa Real himoyachilar xatoga yo'l qo'yishdi. Chap qanotdan Rafinha markazga uzatma, avtogol ham bo'lishi mumkin edi. Barsa shiddatni oshirdi. Va qarang. Mana nima bo'ldi bu yerda? Qadrli do'stlar, Barselona hisobni qisqartirmoqda. Bizda ozgina texnik nosozlik bo'ldi, mikrofonlar, texnikalarimiz o'chib qoldi. Shuning uchun golni onlayn tarzda afsuski ko'ra olmadim. Mana takroriy lavhani tomosha qilyapman siz bilan birgalikda. Ichkariga uzatma, Erik Garcia barchadan ko'ra baland sakrab to'pni darvozaga joylab qo'ymoqda. 2-1 intriga cho'qqiga chiqyapti. Gollarga boy klassiko ko'ramiz shekilli. Mana boyaga Mbappe qochgan vaziyat, bu yerda ofsayd yo'qligini kompyuter grafikasi ham namoyish etib bermoqda. To'p Real futbolchilar tomonidan o'yinga kiritiladi. Ikkinchi goli Erikning, ikkalasi ham bosh bilan. Albatta u jarima maydonchasi ichida aktivlik ko'rsatadi odatda standartlar paytida. Erik Garcia o'zi ketma-ket ikkita o'yinda gol urdi. Bu yerda ikkinchi goli La Ligada, boyiga aytganimiz Chempionlar Ligasida edi. Undan tashqari, undan oldin La Ligada yana bosh bilan gol urgan. Tezkor javob Barselonadan. Kurash to'xtagani yo'q. Tabiiyki hozir zo'r formada bo'lgan Barselona hujumi oldinga boradi, risk qilib bo'lsa ham. Ceballos ichkarida kurash. Rafinha to'pni egallab olmoqda. Pas o'tmay qoldi. Chouameni yopdi zonani. De Jong orqa uzatma. Frenkie to'pni qabul qilib oldi.
Pedri hujumni rivojlantirishga harakat qilyapti. Barselona shiddatni va tashabbusni oshirdi. Kubarsi, Erik Garcia, Yamal. Bu safar qoida buzildi. Yamal referiga qarab qo'yapti. Istig'zo bilan. Chap qanotdan pas markaz tomon Pedri Yamalga. Yamal fint ishlatishga harakat qildi. Urab olyapti Barselona va imkoniyat bor. Gerard Martindan pas berdi shekilli, yana pas va darvoza boshida Ferran Torres to'pni darvozaga yo'llay olmadi. Tegmadi. Tegdi-yu tushira olmadi oyoqqa. Nima bo'lyapti bu yerda? Pedri. Xo'p, Hernandez qani ichkariga yetkazib berilganda Lukas Vazquez hamda Rafinha yiqilishda referi o'yna deyapti. Juda yaxshi imkoniyat edi Barselonada. Erik yonchizdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Ferran Torres endi harakat qildi u ham. Keskin keldi to'p. To'g'ri teginish kerak edi. Harakat qildi, o'xshamadi. Yana bir bor takrorlayman do'stlar. Mana bizga yozishyapti. Gol urilishidan avval Barsaning zarbasini Courtois super save bilan bartaraf etgan ekan. Bu jarayonlarni ko'ra olmadim, afsuski. Va undan keyingi gol ham ketma-ket ro'y bergan ikkita ajoyib imkoniyat va ikkinchisidan Barselona foydalanib ketyapti. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Bizga bog'liq bo'lmagan texnik sabab yana bir bor aytib o'taman. Mayli, buni eslatib o'tishim kerak edi. Hayron bo'lishardi muxlislar, nega bu shuncha xavfli vaziyat sharhlovchi uxlab qoldimi yo yo'q bo'lib qoldi deb o'zidan o'zi. Olmo, Yamal to'xtatildi. Barselona ikkinchi golni o'tkazib yuborgandan keyin go'yo nimadir o'zgargandek, qandaydir bir tugmacha bosilib ketgandek boshqa rejimga o'tib ketdi. Real himoyalanyapti. Ikkinchi raqam bo'lib o'ynayapti. To'pni oldiryapti Vinicius va Yamalning endi bu safar odatdagidan sal sekinroq tepdi, yumalatib qo'ydi to'pni. To'rtta 2 zarbalar bo'yicha qarang, boya qanaqa edi statistika? 0-2 edi statistika boya. Hozir 4-2 ga aylandi. 4 ta zarba berishga ulgurdi Barselona. Yamalni bugun ancha keskin qarshi olishyapti Real himoyachilari. Boshqachasiga to'xtatib bo'lmaydi-da buni. Biz ko'ra olmay qolgan Barselonaning hujumi va Courtoisning sevini ham takroran ko'rsatib bersa yaxshi bo'lardi. O'zimga qiziq. Nimadan keyin burchak zarbasi yuzaga kelgan? Keyin ko'rib olaman-ku, hozir qiziq. Hozir esa yana bir yurish Mbappe'dan. Oxiri Mbappe ofsaydga tushmaslik choralarini topdi, balansini to'g'rilab oldi. Esingizda bo'lsa, oldingi klassikolarda ko'p ofsaydga chiqib ketardi. Endi esa 2 marta shu masalada Barselonaga qarshi muvaffaqiyatli harakat qildi. 1-2. Juda qiziqarli o'yin. Mana bu yerda ulgurmadi Asensio. Jarima zarbasi. Va to'g'ridan to'g'ri tepsa bo'ladigan nuqta. Ha uzoqroq, ha ozgina kuch kerak bo'ladi bu nuqtadan to'pni yo'naltirish uchun.
Ancha uzoq ekan, lekin uzatma bo'lsa kerak. Olmo hamda Rafinha to'p oldida. Rafinhaning uzatmasi. Atayin Jude Bellingham to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. U xohlamadi tavakkal qilishni, maydonda qoldirishni. Va yana bir burchak zarbasi. O'y, 8-inchisi. 27 daqiqa ichida Barselona 8 ta burchak zarbasi ijro etdi. Rafinha va ulardan biri muvaffaqiyat keltirdi. Ancelotti uchun xayrlashuv klassikosi va yigitlar uning uchun ham jang qiladi degan variant aytilyapti. Har xil tarmoqlarda, sahifalarda o'zimiz ham yozdik. Mana Barselonaning hujumi, ya'ni goli, undan oldingi hujumi hali ham ko'rsatilgani yo'q. Bugun Realning o'yin rejasi Mbappega long bollar yetkazib berishdan iborat, lekin bu rejani Barselona allaqachon bildi. Bu yog'iga to'xtatyapti. Bog'lamlar 4 ta himoyachi, tabiiyki 3 ta yarim himoyachi joyini tark etayotgani yo'q. O'z hududida hamma. Fran Garcia tavakkaliga tepyapti oldinga, Viniciusga kelib tushdi to'p. Jude Bellingham Mbappega uzoq masofaga pas. Hali ham o'sha reja ishlayapti. Dastlabki daqiqalarda bu natija berdi. Mana bu yerda toza o'ynadi Fede Valverde. Chap qanotdan ochilayotgan, Fran ochilayotganini hamma ko'rdi, himoyachilar ham ko'rdi, zonani yopdi. Yamal. Oy, mana bu endi sariq. Bu endi sariq. Fede birinchi marta emas, yig'indisi bo'ldi. O'zi shu qo'pollikning o'zi sariqqa tortardi mana. Ha. Albatta butsaning tag qismini olib qochdi. Shunda ham baribir ancha keskin o'ynadi. Yamalni zararsizlantirish bu Barselona ustidan g'alabaga erishishning formulalaridan biriga aylanib boryapti. Oldinlari Messi missiyasi bo'lardi. Olmo har qanday jamoa Messiga individual himoya qo'yadi. Kamida 2 ta. Har xil yangi Messilar chiqdi orada, lekin tortmadi. Yamal hozircha o'sha tempdan ham tezroq ketyapti. Agar sermahsullikni aytadigan bo'lsak, Messining tempidan yuqoriroq tempda ketyapti. Endi barqarorlik masalasi va titullar masalasi asosiy planga chiqadi. Pedri. Offside yo'q. O'ynasa bo'ladi. Yaxshi pas, ammo De Jongdan uzoqlashib ketdi to'p. Gerard Martin. Yamal markaz orqali o'ynashga harakat qildi. Vinicius to'pni olib keta olmadi va Barselona ham egallay olmadi. Xatolar seriyasini ko'rdik jamoalar ijrosida. Viniciusning albatta ikkinchi goldagi pasi fenomenal, shunchaki asosiy vaziyat o'sha bo'lib turibdi Vinicius ijrosida. Bu esa Barselonaning zaxirasi To'shtegen tuzalgan, Casado tuzalgan, Fermin o'zi yaxshi holatda edi. Darvoqe bugun 22 yoshga to'libdi, tabriklaymiz Ferminni. Shuningdek, Andres Iniesta maestroning ham tug'ilgan kuni ekan. Uni albatta alohida tabriklaymiz.
Lukas Vazquez. Chap tomonga qaraymiz demoqchi edim. O'yin davom etyapti. Ferran, Rafinha, Pedri. Kombinatsiya Torres. Yamal! Yomon qildi yana Yamal. Chap oyoqda 2-2. Shu yerdaman deyapti. Xotirjamlik Lamine Yamal. Usiz endi Barselona umuman boshqa jamoaga aylanadi. Boya aytganimdek, uni to'xtatish asosiy missiya. Ammo lekin buning ilojini topa olmayapti. Hozircha hech qaysi bir o'yinda jamoalar, hattoki Barselona yutqazganda ham Yamal baribir o'zini ko'rsatib ketyapti. Bu qaysi epizod? Frenkie de Jongning to'p qo'liga tekkan qaysidir epizod, lekin bu haqda keyinroq mana buni tomosha qilamiz. Zarbani qarang. Trayektoriyani qarang, ijroni, Thibaut Courtois, baland bo'yli darvozabon butun o'sha gavdasi bilan cho'zildi bu to'pga. Uning yonidan aylanib o'tib darvoza ichiga kirib ketyapti to'p. 2-2 fantastik klassiko. Boya 0-2 ligida aytdim. So'nggi paytlarda Barselona comebacklar jamoasiga aylandi. Go'yoki Realdan estafetani olgandek. Va mana sizga remontada 2-2. Real endi uyg'onmasa bo'lmaydi, chunki ikkinchi goldan keyin tan olish kerak, Real himoyaga o'tib ketdi. Boshida zo'r boshladi, ketma-ket hujumlar tashkil etdi. Yetadi deb to'xtab qoldi. Yana o'sha Frenkie de Jongning to'p to'xtatishi. Mana jonlandi Madrid, lekin xatoga yo'l qo'ymoqda Pedri. Chap qanotga Rafinhada imkoniyat, zarba 3-2. 3-2 Barselona hisobda oldinga chiqib olmoqda. Mana qanday qaytish. Real qanchalik tez ikkita gol urgan bo'lsa, Barselona xuddi shunday tez 3 ta gol bilan javob berdi. Endi biz har xil klassikolar ko'rganmiz do'stlar, lekin bunaqangi tez 5 ta gol urilgan klassikoni endi statistikalardan va saytlardan qidirib ko'rasiz. Menda hozir bunga vaqt yo'q. O'yinni sharhlashim kerak, lekin tekshirish kerak. Bunaqa ketma-ketlikda gollar urilishi menimcha birinchi marta. Kecha Sörlot necha bir 4 daqiqada 3 ta gol urdimi? Mbappe bilan Ceballos bir-biri bilan kelisha olmasligi natijasida pasni qarang. Bu Pedridan shedevr pas, o'ta aqlli pas. Rafinha esa qulay nuqtadan adashmadi. Ana endi Real Madridning remontada xususiyatlarini test qilamiz, kuzatamiz. Bu jamoada bor xarakter dahshat. Bitta golni ko'rmaganimizga yarashib Barselona mana yana ikkita deb ko'rsatyapti. 3-2 35-daqiqaga kelib shuncha voqea. Aytayapman, 0-2, ya'ni ikkita to'p farq hozirgi futbolda, ayniqsa birinchi taymlarda yetarli bo'lmay qoldi va Madridning xatosi to'xtagani bo'ldi. Hujumda o'ynab turgandi, to'xtadi. Inter ham shu xatoni qilgandi va Barselona esingizda bo'lsa 3-2 qilgan. Xuddi shunday ikkala o'yinda. To'g'ri, u yerda keyin yakunda boshqacha bo'ldi, ham ko'ramiz. Hali yakungacha yetib bormadik. Barselona o'zi raqibga ham o'ynashga beradigan, o'zi ham gollar yog'diradigan jamoaga aylanib bo'ldi. Yana bir hujum va sariq kartochka Aurelien Tchouameniga. Jarima zarbasi ishlab olyapti Barselona. Tchouameni keyingi o'yinni o'tkazib yuboradi. Tasavvur qiling, Realda 5 ta himoyachi yo'q. Shu vaziyatdan kelib chiqib himoyada yordam berayotgan Tchouameni ham o'ynamaydi. Kim Fede markaziy himoyada o'ynaydimi? Hayron.
Mana o'sha epizod. Ferran Torres to'xtatildi. Bilasizmi nima deyapti Torres? Xo'p, foul ekan, birga bir chiqayotgandimu degan e'tiroz menimcha. Sariqdan ko'ngli to'lmadi. Chouameni o'z navbatida e'tiroz bildirdi. Foul yo'q deb. Lekin hakam uni qayd etib bo'ldi. Jarima zarbasi yana Rafinha, yana Olmo. Rafinhaning uzatmasi va zarba yo'llamoqda Kubarsi. Kep qoldi oyog'iga to'p, tepdi. Noaniq. Hali yana ko'p yorqin epizodlar bizni oldinda kutyapti shekilli. Butun boshli bir taym bor. Sakkiz u 2 zarbalar mana. Real 2 ta goldan keyin boshqa zarba bermadi. Barselona 8 ta hujum tashkil etdi. 3 tasidan foydalandi. Menimcha to'g'ri, statistika har doim ham o'yin kartinasini ochib bermaydi-yu, lekin bugun mana qanday o'yin ko'rayotgan bo'lsak, bu raqamlarda ham aks etyapti. Va xatoga yo'l qo'yapti Chouameni. Qochib keta olmadi Torres. Chouameni yiqilib bo'lgandi. Torres to'pni sal oldinroqqa tashlaganda bo'ldi. Hech kim uni to'xtata olmasdi, mana qarang. Boshi bilan teginishda xatoga yo'l qo'ydi. Sekin tegindi. Ofsayd. Bitta to'p farq. Hali hech narsa hal bo'lgani yo'q bu uchrashuvda. Bir taymga atalgan saqchilar tugab qoldi. Yangisi ochiladi tanaffusdan keyin. Shu payt qayerga chiqib keldi endi mana bu muxlis? Qanday chiqib kelish mumkin bu o'yin paytida? To'g'ri. Iloji yo'q vaziyatlar ham bo'ladi. Ferran, Pedri, baribir to'pga egalik qilish Barselona tarafda. Shoshmaydi. Real xohlamayapti aktivlikni oshirishni. Faqat qarshi hujum, faqat tezlashish, faqat xatoda tutish. Chap qanotda Gerrard. Nahotki ko'rmadi. Birinchi bo'lib yetib kelayotgan himoyachi. Madrid hujumda. Birinchi to'p hammasini hal qiladi. Chesni outga tepib yubordi. Eng to'g'ri qaror. Qaytib oladi. Agar Carlo Ancelotti unda yo'q tanlov aytmoqchi edim. Shu tariqa davom etadigan bo'lsa, nimadir o'zgartirmasa bo'lmaydi. Yo'q. Hozir o'zgartira olmaydi. Rodrigoni tushirishi mumkin, lekin u ham hozir nima qila oladi agar hujumga to'p yetib kelmayotgan bo'lsa? Vinicius texnik xato. Rahmat deyapti, chunki unga zo'r pas berdi sherigi. U to'xtata olmadi. Martinez agar ofsayd bo'lmasa out. Baribir rahmat deyapti Rafinha. Mana o'sha xato. Mbappe va Ceballos urilib ketib to'pni Pedriga sovg'a qilishyapti. U esa Rafinhaga uzatib yubordi. Ajoyib. Yamal. Chiroyli pas. Qanday qilib Rafinha
Gol ura olmadi, shunday pasni uvol qildi. Ya, hozir endi boshqalarga e'tiroz bildirish noo'rin. Mana bu pasdan keyin urish kerak edi Rafinha. Hech kim tegmadi. Hech kim tegmadi, o'zing adashdi. Tan ol. Tan ol va Yamaldan uzr so'ra. Katta darvoza qarshisida edi. Yo'nalish bera olmadi. 4-2 jiddiy ustunlik bo'lardi-yu, lekin baribir u ham hali yakunlovchi nuqta bo'lmasdi. Jude Bellingham. Pas, darvoza bo'sh, Mbappe to'pni to'xtata olmadi. Yana bitta penalti. Yana bitta penalti. Aytayapman, bu o'yinda hali ko'p qiziqarli vaziyatlarni ko'ramiz. Bular tan olmaydigan, taslim bo'lmaydigan jamoalar. Ofsayd yo'qmikin bu yerda chizib ko'rishadi. Va qarang, yana himoyachiga, yana Kubarsiga tegib boryapti to'p hujumchi tomon. Tegdimi De Jong? Yoki tegmadimi? Mana bu rakursda, qani. Hop. Olib qochdi shekilli. Yana bitta ko'raylik. Olib qochganga ham o'xshadi, kontakt yo'qqa ham o'xshayapti, VAR ko'rib chiqadi. Ofsayd ekan. Oson qutuldi referi. Kontakt bor, yo'q deb o'tirmadi, shunchaki ofsayd. Penalti yo'q, ofsayd 3-2, 44-daqiqa, lekin Real qo'shdi. Madrid muxlislarini mana shu narsa xursand qilish kerak. Garchi mana bu epizod xafa qilsa ham kimgadir sariq ko'rsatmoqchi hakam. Ancelottiga. Indamay turibdi u lekin. Flikkami yo narigi tarafda kimgadir? Qaysidir yordamchisiga. Araujoga ekan, mana men deb qo'lini ko'taryapti. Araujoning oxirgi uchrashuvlardagi xatolaridan kelib chiqsak, hozir Barselona muxlislari juda xafa bo'lmagandir. Bosh ofsayddi. Bosh ofsayddi ekan. Qo'l bilan bir xil-ku deyishingiz mumkin, qo'l inobatga olinmaydi. Araujoga sariq. Va yana Real himoyasida muammolar. Rafinha va Ferran, Rafinha 4-2. Barselona tanaffusga 2 ta to'p farq ustunlik bilan chiqib ketyapti. Bu jamoani hozir to'xtatish imkoni yo'q. Yoki shuncha undan ko'p gol urish kerak, ammo gol o'tkazmaslikning imkoni bo'lmayapti har qanday jamoada. Kombinatsiyani qarang, lekin mana shu golda tan olish kerak, Real Madrid o'ziga o'zi olib keldi. Ko'proq Lukas Vaskesning xatosi bo'sh nuqta ekanligini yana bir marta qaysidir ma'noda ko'rsatib qo'ydim. Rafinha fantastik mavsum o'tkazyapti. Oltin to'pga da'vogar shubhasiz va bugungi uchrashuvda ham Rafinha dubl qayd etmoqda. Ferranning va bilasizmi nima? Ferran Torres assistlar bo'yicha hat-trick qayd etdi. Menimcha Flickni bu yerda e'tirof etib qo'yish kerak, u Lewandowskini emas, Ferranni tanladi. Ferran 3 ta golli uzatma bilan javob berdi. Mana endi Barsa muxlislariga salom. Rafinhadan. Dahshatli klassiko 6 daqiqa qo'shib berildi. Birinchi bo'limga 2 ta to'p farqini Barselona yo'qqa chiqardi. 2 ta to'p farqini Real Madrid yo'qqa chiqarishi kerak agar bu uchrashuvda yutqazib chempionlikni boy berib qo'yishni istamasa. Qolaversa Fede Valverde'ga yordam kerak. Va quvonarli tomoni shundaki, Barselona futbolchilari ham uning yoniga kelib, "Voy, yomon qayilibdi oyog'i, qarang." Mana. Foul yo'q o'zi.
noqulay tarzda qadam bosdi. Esingizdan reportaj avvalida aytdim, agar mabodo nimadir bo'lsa, Realda almashtirish qiyin bo'ladi bor futbolchilarni. Va almashtirganda ham bu yerda rep yulduzlari, kino yulduzlari maza qilishyapti. Ular buni Barsaga muxlislik qilish uchun kelishgan. Yana bir marta ko'ramiz. Jarohat olgan epizod Olmo to'g'ri u yerda kurash bo'ldi, ammo lekin Olmo unaqa jarohat yetkazuvchi darajada zarba bermadi shekilli. Mayli, uni hakamlarga havola ko'rib chiqishadi. Fede o'rnidan turdi har holda. Og'riq bilan bo'lsa ham o'ynaydi, chunki yo'q, Fede bo'lib ham Fedening o'rnini bosadigani yo'q. Mana sizga zaxirani tanishtirib o'tay. Munoz, Lunin, Modric. Vallejo, Ramon, Mestre, Rodrigo, Endrik, Brahim hamda Modric. Bittagina endi Modric. Bu ham qanday formada buni endi kuzatamiz. Fede qaytmoqchi, mana turib oldi. Maydon chetida. Hakam ruxsat berishini kutyapti. Hech bo'lmasa taymni tugatib qo'ymoqchi. Bu yog'iga tanaffusda shifokorlar yana bir ko'rib chiqishadi. De Jong hamda Arda kurashi. Arda to'pni egallab oldi. Arda to'pni oldirib qo'ydi. Va mana pas. Rafinha, yo'q, shoshdi Rafinha. Fede o'yinga qo'shildi. Fran tezlikni oshirmoqchi. B rejaga o'tishga majbur Real endi. Xohlasa, xohlamasa o'tadi. Nima bo'ldi bu yerda? Lucas Vazquez Rafinhani aldayotgandi. Yaxshi emas, Valverdening holati yaxshi emas. Shunchaki taymni o'ynab qo'ymoqchi, boya aytdim-ku. Mana o'sha fint, Lucasning finti. Lekin bu yerda Lucas qoida buzmadi. Yo'q. U Zidane fintini to'p bilan emas, Rafinhaning oyog'i bilan ijro etishga harakat qildi. Buzdi qoidani. Mana Modric ham ko'ryapti nima bo'lganini. Bu tomonda Rafinha, bu tomonda Valverde. Biz nafaqat ko'p gol ko'ryapmiz, balki ko'p foul ham ko'ryapmiz. Endi klassikoda foulsiz iloji yo'q do'stlar. Va boyaga Ferran Torres hamda Rafinha kombinatsiyasi. Yamal, Rafinha bular baribir o'ta yorqin o'ynashadi-da, hamma soyada qolib ketadi. Lekin Ferran hamda Pedrini alohida e'tirof etib qo'yish kerak birinchi taym uchun. Bu Flickning endi birinchi mavsumi. Hali bu jamoa zaxirasi ham bor o'ziga yarasha. Hali himoyani kuchaytirishga harakat qilsa kerak Flick. Bilmadim qanday qilib. Balki Citydan ijaraga kimnidir taklif qilishar, gaplar chiqdi-yu, lekin u fake gaplar. Ammo lekin u yerda zaxirada o'tirgandan ko'ra bu yerda asosiyda o'ynasa yomon variant emas. Olti daqiqa ortda qoldi, lekin o'sha 6 daqiqa ichida ham ozgina pauza bo'lganligi sababli
Hakam o'yini davom ettiryapti. Rafinha ham qaytdi, o'ynayapti. U ana u yerda to'p so'rayapti o'z qanotida. Hammasi joyida, o'yini davom ettira oladi. Barselona muxlislari Ole o'yinini boshlab yuborishdi. Har bitta pasga Ole deb reaksiya bildirishyapti. Chiqib ketdi Frenkie de Jong bosim ostidan Ferran Torresga yetkazib berdi. Wow, Jude Bellingham to'pga o'ynadi. Lukas Jude. Shu Jude, Mbappe kabi liderlar nimadir qilmasa, hozircha Realning hujumdagi va himoyadagi ham unchalik o'yini qovushmayapti. Asensio, Arda, Jude, pas, hozircha bayroq ko'tarilmadi. Mbappedan zarba. Mana endi ko'taryapti bayrog'ini. Linesman o'zi bilasizmi, Jude ozgina kechikdi. Agar bittada mana shu yerda uzatganda u pauza qildi, bor edi ofsayd. O'sha bir lahza rol o'ynadi Real uchun. Qo'shib berilgan 6 daqiqaga yana 2 daqiqa qo'shdi referi va bo'ldi. Endi tugadi birinchi taym. Dahshat, 6 ta gol. Penalti, jarohatlar, kartochkalar va Carlo Ancelottining hozircha rejasining o'xshamayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Ikkinchi taymda Real tashabbusni qo'lga olmasa, ikkita to'p farqini yo'qotish albatta qiyin bo'ladi. Tanaffus.